Elektr montaj ishlari uchun shug'ullanadiganlar uchun foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Faza va nol orasidagi kuchlanishimiz bizda 210 voltni ko'rsatyapti. Tarmoq kuchlanishi hozir. Va zazimliga nisbatan tekshirganimizda bu farq kattaroq ko'rsatadi. Bizda mana hozir zazimli kontakt rozetkadagi va bu kuchlanish bizda 227 voltni ko'rsatyapti. Demak, faza nol orasida 210 volt, faza va zazimli orasida 227 volt. Bu degani zazimlining effekti zo'r degani emas. Sababi bu yerda hozir zazimli uchun tashlangan sim devorchidan borib to'g'ri kontr zazimliniga borgan, lekin ulanmagan. Bu bor-yo'q simdagi utechkalar hisobiga ko'rsatayotgan potensiallar farqi. Bunda lampochka yonishi mumkin, xiraroq yonadi. Ya'ni lampochka yonsa ham u zazimlining effekti zo'r degani emas. U bo'yicha normativlar bor. 380 voltli tarmoq uchun 4 ohmdan kichkina bo'lishi kerak zazimlining qarshiligi. Shunday ekan, uning o'zini pribor bilan o'lchaganda aniq fakt bo'ladi. Lampochka bu fakt emas. Mana oddiy lampochkani olaymiz hozir faza va nolga. Lampochkamiz yonadi va bir uchini zazimliniga tekkizamiz. U ham yonadi, xiraroq bo'lsa ham, lekin o'zi ishga tushmaydi. Inson bilan ham xuddi shunday. Agar suv isitgich bo'lsin, masalan, ariston teni yoriladigan bo'lsa, zazimlini qilingan bo'lsa, u darhol o'chadi. Zazimlini qilinmagan bo'lsa, siz mana shu lampochka kabi mana faza va zazimlini yonyapti. Ya'ni buning o'rnida inson bo'lsa, unga tokka tushdi, lekin tok utechkasi, yana sizish toki yetarlicha emas o'zini ishlashi uchun. Shunday ekan, o'zi ishga tushmaydi. Mana o'zi bizda tekshirilgan, sinovdan o'tkazilgan, haqiqatan ham ishlaydigan, mana hozir ishga tushmadi. Agar uni zazimlining simini olib borib, asosiy kontr zazimlining simiga tarmog'iga ulansa, u ishga tushadi. Agar rozetka bu video dars sifatida qo'yildi, rozetkada zazimlini ulangan, lekin asosiy kontr zazimliniga ulanmagan bo'lsa, bunda ish qilinmaydi. Sababi sizda bitta iste'molchida utechka bo'lsa, zazimlini orqali hamma unga ulangan iste'molchilarda, u tefal choynak bo'lsin, duxovka bo'lsin, uning korpusida faza bo'lishiga, paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Elektromobil uchun yig'gan shitim, hozir ko'ramiz buni. Faza va nolda lampochka yonyapti. Faza va zazimliniga ulaymiz, o'zi moment tashlaydi, lampochka yonishga ham ulgurmaydi ana. Bitta qisqa yorqinlik va o'chdi. Shunday ekan, zazimlini har doim birinchi o'rinda, keyin o'zi va har oyda bir marta o'zini tekshirib turish kerak. Shunda xavfsiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu video foydali bo'ldi.